Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol olami kanali. Videomizni boshlamasdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Belaruslik futbol mutaxassisi Anatoliy Yurovich ko'p yillik sukutni buzib, Sport 5 nashriga intervyu berdi. Belaruslik futbolchilarning nega yuqori xalqaro darajaga chiqa olmayotganlarini sababini aytib o'tdi. Bu suhbat esa o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning muvaffaqiyatlar muhokamasi doirasida bo'lib o'tdi. Husanovning shakllanishida Anatoliy Yurovichning ham katta hissasi bor. Bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasi va Angliya Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov shakllanishidagi eng muhim omil aynan Belarusda o'tdi. 3 yil davomida Abduqodir Anatoliy Yurovich rahbarligidagi Minskning energetik klubi tizimida rivojlandi va uning jahon futbol sahnasida tezkor yuksalishi aynan shu yerdan boshlandi. Men doim futbolchilarning yaratilishini tushuntiraman. Ular qaysi chempionatda o'ynashi muhim emas, muhim ularning mavjud sifatlari. Abduqodirda ikki sifat eng yuqori darajada rivojlangan. Birinchisi ichki o'zak, ya'ni xarakter. Aynan shu narsa bizning yigitlarga yetishmaydi. Ikkinchisi esa uning o'rganish qobiliyatining fantastik darajada ekanligidir. Men nima demoqchi ekanligimni chuqur tushunish kerak. Hozirgi vaqtda Husanovning transfer qiymati O'zbekiston futboli uchun rekord ko'rsatkich, ya'ni 50 million yevroga baholanmoqda. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.